Sho'ga bitta padarka qildilar. Salomat, rahmat. Bo'lmagan. Uzoqdan qarasanglar, ko'chada kuz fasli deb o'ylaysizlar. Lekin rosa kulishyotgandir-a? Kulganiga qaramangmi? Issiqda salqin yurish mazada. Odam o'zini komfortini o'ylaydi. Komfortni o'zingiz his qilyapsiz. Ular his qilmaguncha buni bilmaydi. O'rtoqlar, men ham shuni oqini olmoqchi bo'lib turibman. Endi shuni hozir mana Shahriyor bilan ko'rib turdik. Ko'kka kirib qoldilar. Seriyasini kiyib, soatlarga moslab, krossovkalarni to'g'irlab. Qaranglar, nimaga men bu kiyimni olganman? Uniqlodan olganman-da. Yaponskiy brend. Uniqlodan olganman. Xitoydan Hozir yangi kelayotgan partiyamiz, yozgi partiyamiz. Mashina yaxshi kачествoli tovarlar kelyapti. Olmaksiz. Sotuvga chiqadi. Bu hozir boshlanishi. Hali chiqmadi soat. Yo'q, hali ular endi yo'lda keladi. Ana yengilini zo'r. Zo'rini kutib turinglar. Xullas kiyib chiqsam hozir kim ko'radi? Plus 50 gradus. Video ham zo'r ekan-a? Talabga javob beraman. Maza qilib, badamni ushlab turadi. Bunacha o'rtoqlar och o'qib yetganda kira qiladigan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar, ko'proq ularga kerak bo'lar ekan. Chunki mana bu yog'i qora, bu yog'i oq bo'ladi. Deb ko'pchilik. Yo'q, bu salga chiqqanda deyapsiz. Assalomu alaykum. Ha, Nima bo'lyapti? qankichi? Ya, suvda jinnimi? Mana ko'rasizlar, ichida qora futbolkasi ko'rinyapti. Shu darajada yuqib bu. O'rtoqlar havo o'tkazadi. Uxlaganda ham kuyadi. Xullas, Mavlonimizlar sho'ga bitta padarka qildilar. Salomat, rahmat. Bo'lmagan.